Tushunmadim. O'zim ham ajrata olmayman hozir buni. Hardron kolodkalari uchkanpilik, ichida faqat bittasigina original. Hozir sizlar bilan shuni ajratib olamiz. Qalbaki variantini ham ikki xilini olib kelib qo'yganmiz. Mana birinchisini ko'radigan bo'lsak, rangida, kraskalarida shunday farq qilib turibdi. Bu originali apilka как DSPga o'xshab turibdi. Bu oddiy kraska qilib qo'yilgan. Mana bu o'xshatilgan variantida ko'rishingiz mumkin. Originalga ancha yaqin qilingan, lekin farqi bor. Yonma-yon qo'yilsa farqi bor. Ikkinchi katta farqi mana bu birkasida bo'ladi. Mana ikkita chetda Xitoy turibdi, shriftlari ham bo'rtirib yozilgan. QR kodlar ham bor bu yoqda. QR kodga ishonib qolmanglar, kirsanglar hammasi bitta saytda ochib beryapti. Bu yoqda eng muhim bo'lgan nuqta originalida mana yerda stiker bor. Stikerni mana o'chirsanglar, ichida kodi chiqadi. Kodini maxsus 7900 ga SMS qilib yuborasizlar va sizlarga javob keladi SMS tarzida. Original yoki original emasligi qalbakisida mana shu kodini o'chirsanglar, kodi chiqadi to'g'ri, lekin bu kod ishlamaydi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Videoning ikkinchi qismida ichki farqlarni ochib solishtirib beramiz.